Honda Rider bunaqa fishkasi borligini bilmasdim o'rtoqlar. Mana teshuv nimaga chiqarilganligini hech tushunolmadim. Keyin qarasam, mana qaranglar. Mana qara. Bunaqa qilganimizda qisib qo'yganimiz bo'ldi. Chellab, bunaqa fishka borligini ham bilmadim, to'g'risi. Boshqadan. Boshqadan. Bundan ham qo'rqaman. Ushbu avtomobilimizni tashqi eksteriyeriga to'xtaladigan bo'lsa, yangicha morda, Camaro'ning faralariga o'xshaydigan faralar, ya'ni analogichli, undan tashqari beskluchovoy do'sib, 16 razmer balon, o'zini lyuklari va spoilerlar qo'yilgan. 100 kilometrga 509 olti rasxod yeydi, 92-95 benzin quyiladi, bir turbina o'rtoqlar. O'zimizning jaydari yangi 2025 Honda Rider'imizni bor yo'g'i 5000 AQSh dollari bilan endi xarid qilsanglar bo'ladi. Avtomobilimizning ichki obzoriga to'xtaladigan bo'lsak, o'rtoqlar, koja salon, start stop, panellarimizgacha koja, multi upravlение, multi rul, tablolar yangicha zamonaviy talqinda qilingan, cruise control, adaptivniy cruise control, klimat control, deflektorlarimiz yangicha talqinda, lyuklarimiz mavjud va orqa deflektorlarga ham отдельный e'tibor berasizlar qadrdonlar. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 16500 AQSh dollari belgilandi. Boshlang'ich to'lov 5000 AQSh dollari bilan 1 soat ichida olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Sizlarga eng zo'rlarini taqdim etishda davom etamiz.